Mesela geleceğimiz yoktan mesela bala çaka. Mesela bir yakın deşkeç mi ketmeydim. Fakat şu yerda işleyim. 612 ming gektar yerni yaylovga ber dedi. A bular bor yaylovni bekitib ketyapti bu. Narxı ko'tarib ketadi, go'sha narx ko'tarib ketadi. Bir oydan keyin formani kiyib oladidan o'rmon xo'jaligi xodimiman deb turib tazyiq o'tkazadi. To'lov qilasan. Çünkü hazır hamma yerimiz o'rab olyapti. O'rab olgandan keyin biz qayerga boramiz? Masalan, qo'yimiz qayerga boradi? Chorva bilan daromad qilamiz. Agar bu yerda chorva o't yemasa, qayoqdan sut chiqadi? Qayoqdan biz moy chakka sotamiz? Keyin bola chaqani qanday boqamiz? Bosqinchilik siyosati bilan zo'ravonlik qilib setkani aylantirib ketyapti bu. Bizda gaz yo'q. Mana shu chorvaning tappisini olib, pechkaga yoqib isinamiz. Kecha mana shu xodimning bittasi kelyapti-da, masalan, xalq mol bilan yashaydi. Erta molim o'sin so'yaman deyapti. Nima uni xalq uni so'yadi deb mol qilyapti. Yong'oqzor deb turib 80 gektar yerni ko'rsatib, 400 gektar yerni aylantirib olgan. Prokuratura, milliy xavfsizlik va ana organ sohasini ro'kachgan albatta xalq qo'rqadi. Kerak bo'lsa ichida chiqayotgan gapini ham gapirishga qo'rqadi. Chunki o'zi tiliga o'zi javob bera olmay qoladigan vaqt kelib qoladi-da. Endi u bilan tazyiq o'tkazish kerak yo'q-ku. Bolalarimizning kelajagi ham barbod bo'lyapti shuning orqasida. Hammaga salom qadrli El Power kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana El Power. Men Behruz Kasimov. Biz hozir navbatdagi murojaat bilan Jizzax viloyati G'allaorol tumani Yonboshtut qishlog'ida turibmiz. Orqamda turgan fuqarolarning muammolari quyidagicha. Hozir o'zlaridan batafsil eshitamiz. Otaxon, sizning fikringizcha, hozir otaxon fikrlarini aytdilar. Mol boqish huquqidan, bu yerdan yerdan foydalanish huquqidan mahrum bo'ldingiz. Keyin nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Mesela geleceğimiz yoktan mesela bala çaka. Mesela bir yakın deşkeç mi ketmeydim. Fakat şu yerda işleyim. Bir törtte mal için. Ballarım birini bozda kılamız, birini bir yakay deyimiz. O şu mal için mal mı yaşayımız da bir yerde kıskası. Şunun için mesela kaç gektar bizlerge bu andaki sınırları ko'tarib ketadi, go'sha narx ko'tarib ketadi. Xalqimiz davlat foydalanib yetdi shu go'sh bilan biz masalan. Ammo hozir fuqarolar o'ziga tegishli qora mollarni, chora mollarni boqa olmasa, ulardan sut va go'sht mahsulotlari ola olmasa, buni nahot hozir mas'ullar, rahbarlar sizlarga yordam bermayapti? Nahotki bu yog'ini o'ylamayapti bular? Bizda masalan bir katta suvim yo'q, masalan bir keladigan-da. Masalan agrat qilaylik desak, bo'lsa bir suvli karima agrat qilaylik. Bo'lami yo'q bizda. Faqat 4 ta mol. Orqa tomonimizni ham aynatib tashlagan. To'q tomonimizni ham. Bu yerda ham bo'lsa qo'yimiz chiqsa haydab keladi. Qo'yga pul to'laysan, shuncha to'lasang keyin boqasan degan qilyapti bu vaqtda. Hozir bo'lmasa mol boqish faoliyatidan mahrum bo'lsangiz, bu yerda hozir fabrika bormi, zavod bormi, sex bormi? Nima faoliyat bilan shug'ullansa bo'ladi? Shuni aytyapmiz. Sirtda shu atrofimiz tertiri bor, bola chaqam bog'ib o'tirib, hammamiz yerimizga foydamiz tegib turibdi. Biz hayronmiz. Shunday tamamda biron narsa yo'q bu yerda masalan. Endi biz aytganda fabrika ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Zavod, fabrika yo'q. Sirtda cho'ponlar qo'y qo'shaq, o Noraddan keladigan o'rmon xo'jalik biz qilib kelyapti deydi, ha. Har qo'y boshi shunchadan to'lasin deydi. Unisi bunday deydi. Xo'p, hozir sizlardan to'lov talab qilishdimi? Ha, o'rmon xo'jalik cho'ponlar to'laymiz. To'laysizlarmi? Yo'q, to'laganmiz. Ko'klarga o'xshab masalan kelayapti, masalan 10 ta qo'y bo'lsa, har bir qo'yning boshiga masalan 38 mingga, hozir 41 ming deyapti, bilmayman. To'layapti. Masalan 100 ta qo'y bo'lsa, 100 ta qo'yga beradi xalq. Berasiz? Ha, beramiz, borib kutlansa beradi deyapti, olamiz. Ya'ni endi shuni maqsadida. Ha, yo'qda o'rmon xo'jaligi to'laydi-da. Pul to'lagandan keyin ham hozir olib qo'ymoqchiman. Ha, shu endi mana shu bu hozir qaror chiqdi dedi. Prezident qarori 147 qaror dedi. Shu bo'yicha biz aylantiryapmiz. Yaylovni dedi, rivojlantirish dedi. Deklaratsiyaga tushgan dedi. Shuning uchun dedi bir aylantirishimiz kerak. Aylantirib, o'sha yerda ertaga yaylov qilib turib, yana o'zlarimiz beramiz. Har bir qo'y boshiga 41 mingdan beramiz deb aytayapti. Endi masalan bir haq odamlar birov tushunadi, birov tushunmaydi. Masalan ertaga shu narsa bo'ladimi, yo'qmi? Xalq hayron. Kafolat bor ekanmi? Ha, shu kafolat bormi, yo'qmi? Shuni biz hozir hayron o'tiribmiz. Chunki xalq hozir ishonmayapti. Xalq ishongan yo'q. Chunki hozir hamma yerimizni o'rab olyapti. O'rab olgandan keyin biz qayerga boramiz? Masalan, qo'yimiz qayerga boradi? Xalq qayerga boradi keyin? Ertaga masalan shu yeshtirilgan go'shtni ham qilolmay qolamiz bizlar. Boshqa daromad xalqlik bo'lmasa, 4 ta pensioner, 4 talik doktorimiz ishlaydi, bir ikkita melisa bo'ldi, boshqa ishsiz hammasi. Ming xo'jalik aholi bo'lsa, yo'q, ishlamaydi hech kim. Ming xo'jalik aholi bo'lsa, shundan necha foiz ishlaydi davlat ishida yoki bir ishlasa bir 10% ham ishlamaydi. Domlalar bor, bu maktabda. Ha, domlalar bor, 10% ham ishlamaydi. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu qishlog'imizda o'zi asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi. Mana yerlarimizni olayotgan ekan, baribir bizlarga, bolalarimizga ham kerak, ish kerak. Mol boqish kerak, qo'y boqish kerak.
kattalardan, prezidentimizdan iltimos qilamiz. Chorvachilik ekan, mana shu chorvachiligimizni sharoitini qilib bersa, shuning tarafdorimiz bizlar. Mana so'zimga mana keldim qo'shiladi. Shu boshqa niyatimiz yo'q. Yaylovimizni olyapti. Shu bizning shu daromadimiz shu. Shuni ketdan kun ko'ryapmiz. Bolalarimiz o'qiyapti. Shuning chorvaning ketidan o'qityapmiz. Boshqa daromimiz yo'q. Uka, shuni ketdan kun ko'ryapmiz mol qo'ydan. Hozir bu yerga mol boqa olmasangiz nima ish qilasizkin? Shu ish yo'q-da endi bizlarda. Bizlarda borku asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi. Erkaklarimiz, o'g'illarimiz ham mol qo'yib boqadi. Qishi bilan ham, yozda ham shu chorva bilan shug'ullanadi. Go'sht kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz so'yib yeymiz. Boshqa hech kim ishlamaydi. Hech joyda qishloq sharoitda vobshe hech kim 5-6 ta domla ishlamasa, boshqa ish yo'q, fabrika yo'q, zavod yo'q. Qayerda ish bo'ladi? Mana bu yerda o'rab olsa, mollarimizni biz qayerga chiqaramiz? 3 ta 4 ta sir tug'ishini 1 yillab kutamiz. Sirimiz tug'adi, biz ayollar sog'amizda shuni chakkisini, moyini qurt qilib sotib, biz hamma narsa shu chorva bilan daromad qilamiz. Agar bu yerda chorva o't yemasa, qayoqdan sut chiqadi? Qayoqdan biz moy chakka sotamiz? Keyin bola chaqani qanday boqamiz? Erkaklarimiz shuni juma kerak bo'ladigan bo'lsa, isijon isitmasiz bo'lmaydi. Kasal bo'lib qoladimi, molni juma kuni sotadi, dori-darmonga ishlatiladi. Agar chorva mol-pol bo'lmasa, tavba qildim, kasal bo'lsa hech yerdan pul kelmaydi. Daromad yo'q. Mol bu yerda tiriq ariq bo'lsa, o't yo'q bo'lsa, yaylab bo'lmasa, shu aytamanki, bozor kuni keyin shu 5-6 kilo chakki moy sotamizdan choy, quruq choy, tuz biz uyga daromad. Erkaklarimiz yem-jemish, un pullar olib keladi. Bizning hamma bu qishloq sharoitda chorva bilan shug'ullanamiz. Agar bu yerda o'rab, bizlar chorvaga hech narsa, bizlar qishloq sharoitda umuman yashash og'ir bo'lib qoladi. Shuning uchun sizlarda yordam, katta mas'ul xodimlardan bizning mana shu o'rmon xo'ja o'rab olmaslikni bizlar taklif qilamiz. Sizlardan yaylov shu qolishini so'raymiz. Iltimos so'raymiz. Shuning ketdan biz chorvani ketdan kun ko'rib o'tiribmiz. Bolalarimizni o'qitib o'tiribmiz bizlar. Qayerdan o'qilamiz o'qiyapmiz. Shu chakka moy sotib, mashq pul beramiz, boshqa qilamiz. Qo'yin shu chorva bilan. Shuni ona qilmasin qishloqdan. Agar chorva bu yer o't bo'lmasa, chorvalar yo'q. Qishloq sharoitda umuman yashash juda og'ir bo'ladi. Og'ir. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yonboshda ahli, mana shu chiqib keldi. Mana rahmat otaxonlar, oqsoqollarimiz kelib, mahalla ayollarimiz chiqib, bu nima deydi? Bo'ladigan narsani, kelajakda bo'layotgan narsalar, aholining daromadini nima deydi? Davlatda misol uchun ishi bizda zavod, fabrika yo'q. Mana shu chorvani orqasidan kun ko'ryapmiz. Hammasini to'lig'icha yoritib berdi. Men misol uchun xalq nomidan misol uchun gapiradigan bo'lsam, mana o'zi ko'rib turibdi. Misol uchun любой odam ko'rib turibdi-da. Xalqimizning moli mana shu yerga chiqadi, yuradi, kirgizadi, sut, et, qatiq degan narsa hozir bekitib o'tiribdi. Bu bekitgan narsaga hech misol uchun yopib boryapti. Shu yopilgan narsaga hech qaysi to'lig'incha borku, misol uchun prezidentimiz kecha 13 fevral kuni yana qaror chiqardi-da. 612 ming gektar yerni yaylovga ber dedi. Bular bor yaylovni bekitib ketyapti-ku bu. 600 yana kerak bo'lsa quduq ko'plab ber, yaylovlar katta yaylov zonalar ochib ber dedi. Mana endi mana shu Adirdan chiqib borsalarsiz 1000 gektar joyimizda yana haydab tashlagan, mana hozir vaqtda ekologiyaman deb kelib oladi-da. Bir oydan keyin formani kiyib oladidan, o'rmon xo'jaligi xodimiman deb turib xalqqa nima deydi? To'lov qilasan, lekin mana shu o'rmon xo'jaligi 2020-yilgacha hali bizda o'rmon xo'jaligi degan joyning o'zi yo'q edi-da. 2020-yildan keyin ta'sis etuvchi bo'ldi-da, o'rmon xo'jaligini bular tashkil qildi. Lekin mana shu yerlarimiz hozir Qorako'l Treskka qarashli yerlarda. Lekin Qorako'l Tresk kecha mana shu yerda vazirlikdan odam keldi, o'zlarining bo'limlaridan odam keldi. Mana shu narsani xalqimiz gapirib bersa, o'zlari shu qilinayotgan narsa o'zlariga aniq va tiniq ravon javob bera olmayapti hech qaysi. Borasan, faqat endi prezidentimizning qarori, rostdan ham prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz shu qarorlarni ko'rsatib qo'ydi. Bu davlat vakillik organlari uchun emas, xalq uchun chiqarib qo'ydi. Xalqning farovonligi uchun, xalqni rivojlantirish uchun, xalqni boy bo'lish uchun prezidentimiz aytib o'tiribdi. Xalq qancha boy bo'lsa, davlatimiz shuncha boy bo'ladi degan gaplari borda. Imkoniyatlar yaratib beringlar degan. Shu imkoniyatlarning birontasi yo'q. Bor imkoniyatlar bularni yo'qqa chiqaryapti. Mana kim javob beradi? Mana setkani tortdi. Buni 2 yildan keyin olib tashlaydi deb turib. Xalq bilan maslahat hech kim bilmaydi bu narsani. Misol uchun mana shu xalq bilan maslahat qilmagan, o'rmoni ham, ekologiyasi birontasi kelib biz bilan xalq bilan muloqot qilgan yo'q. Misol uchun mahalla oqsoqoli kelib, mana yoshi 70 ga boryapti, bu kishidan ham so'ramagan. Misol uchun bu mahalla oqsoqoliga kelib aytgan, mahalla oqsoq marakada to'yda aytiladi shu narsa. Og'ayinda mana shu narsa bo'layapti deb
aytiladi, misol uchun bu kishi xalqqa aytadi, lekin hech kim bilan bular bunday qaraganda misol uchun hech kim javob bera olmaydi bu narsaga-da. Ertaga o'zlari ham bo'layotgan narsaga javob bera olmaydi. Kecha kelgandan keyin so'radi xalq. Misol uchun mana shu xalqning bittasi menman. So'radik. 2 yildan keyin sizlar olib tashlaysizlarmi shu narsani desak, olamiz. Kafolat xati bera olasizmi? Ha, beramiz. Qani shu kafolat xati? Ha, kecha bittasi chiqib kelyapti-da. Ha, buni kecha mana shu xodimining bittasi kelyapti-da, misol uchun xalq mol bilan yashaydi. Erta moling o'sin so'yaman deyapti. Nima uni xalq uni so'yadi deb mol qilyapti. Ha, mana shu bitta xodimi kelib turib aytayapti, ishchisi. Erta moling o'sin so'yaman deyapti-da. U nima endi uni so'yadi deb bu setka aylantiryapti. Xalqqa tajovuz-ku bu, xalqqa ko'rinib turgan tajovuz narsa-ku. Mana shu adirdan chiqsangiz, yuringiz, texnikangiz bor ekan, yuring, men sizni ko'rsataman. Mana shunday kameraga olib ketasizlar. Buni orqa betda ham Qorako'l Treska qarashli yer. Bular ekologiya bo'limi 67 metrga ruxsat bergan, 94 metrga quduq urgan, 40 gektar yerni buzib tashlab arpa egib olgan, yong'oqzor deb turib 80 gektar yerni ko'rsatib, 400 gektar yerni aylantirib olgan. Hozir mana bu yerdan 50 gektar yer deb mana shu ko'rinib tog' bilan mana shu tog'ning orasi pashti 500 gektar yer. Bu yonboshgacha o'tib ketdi, haydab tashladi. Xalq qayerga boradi? Nima qilishdi? Erta mana shu chorvani yo'qotgandan keyin bizning xalqimizda o'g'irlik ko'payadi, jinoyat ko'payadi. Nima qiladi? Birovning tovuqni o'g'irlaydi, birovning qo'yini o'g'irlaydi. Bekarchi, mana ertadan bahordan keyin sezonda odamlar ishlaydi. Birovning loyini tepadi, mardikorchilik qiladi. Qishdan keyin hamma bekar. Uyda 4-5 ta moli bor, moliga qaraydi. Shu moli bilan o'zini o'zi bilan ta'minlab turibdi xalq. Erta nima qiladi? Mol sotgandan keyin xalq nima qiladi? Ishlolmaydi, nima qiladi? Mana siz aytgandek go'sht narxi ko'tarilib ketadi, sut mahsulotlari ko'tarilib ketadi. Bunaqa davom etsa, bularda hozir kelib turib, mana hozir misoldan ishlayapti. Haqiqatan ham prezident qarori to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mana xalq oldiga kelib, "Voy, rostdan ham bizning prezidentimiz qarori mana shunday narsa bo'layapti. Xalq buni jabrlanyapti. Qani kesin qani? Qani ollariga kirib ko'rdilaringiz, kela oldimi, kela olmadimi? Qandaydir birontasi kelgan yo'q-da oldimizga misol uchun." Tushunarli. Chorva bilan yana bizning bitta muhim ishimiz kerakda. Bu chorvani to'g'risini aytsam, bizda gaz yo'q. Mana shu chorvaning tappisini olib, pechkaga yoqib isinamiz. Bu chorva yo'q bo'lsa muzlaymiz. Ko'mir sotib olaylik desak, qayerdan mol sotib olishimiz kerak? Hech ishlamasa ko'mir olmaymiz. Qiziq joyi. Mol bo'lmasa daromad yo'q. Bizga chidaymiz. Keksalar bor, chaqaloqlar bor. Naryoqdan ko'mir olib kelaylik desak, pul yo'q. Ishlamasa hech kim beradi? Yo ko'mir tushirib bermasa, chorva bo'lmasa og'ir holatga tushamiz biz. Sizlardan iltimos shuni saqlab qolishingizni so'raymiz. Qisqasi xalq talabi prezidentdan iltimos so'raymiz. Shu mutasaddilardan so'raymiz. Bizning shu yerimizda iloji boricha bu yerdan ko'chirib boshqa yer ko'p mana tog'ning orqasi bor, boshqa osinda bu yerdan olib boshqa yer olishni so'raymiz. Boshqa yerdan yaylov ko'p, lekin qishloqda bu darajada qiynashini biz juda qiynalib qilamiz. Iltimos qilamiz. Biz bu murojaatni albatta yoritamiz, respublika rahbariyati ko'rib, fuqarolarimizga amaliy yordam beradi degan umiddamiz. Mana endi 500 gektar deb bular aytayapti-da. 500 gektar imini bizning yonboshli qishlog'i emas-ku. 500 gektar ko'p, ko'kloq savxoz deb bizlar ko'kloq qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli joyimiz 500 gektar imini bizning qishlog'iga kelib tushyapti. Qilaman degan desa 500 gektar yer ko'p ana nar tomonlar turibdi. Nari tomondan qilsa, bularga maslahat berdik. Xalq bilan maslahatlash degan joy. 250 gektar maydonni yarmini bo'lib, yarmini 250 ta bu yoqdan qilingsizlar desak, yo'q, biz mana shu 500 gektar joyda qilamiz deb. Xalq yashash kerak. Bizga yordam berish kerak, misol uchun shu narsa. Hurmatli prezidentimizdan so'raymiz shu narsani. Mana xalq nomidan so'raymiz, mana shu bizga yordam bersin shu narsalarga, misol uchun mana shu yaylovlarda bo'yicha. Mana shu xalq o'zini kunni o'zi ko'rib yotibdi. Endi qo'shimchamiz buni 2 yilda oladi deyapti, lekin mana bu yerda hozir 86 gektar aylantirilgan, 5-6 yildan beri ochilgan ham yo'q. Ozgina past tomoniga ko'chat ekilgan. Bu yoqqa g'alla, arpa ekib o'zining liksiga manfaati uchun foydalanyapti. U yog'ini biz bilmaymiz. Ichiga o'zim chorvasini kelib boqyapti. Ertangi kunda bu yerlar ham shunaqa bo'lib ketadimi degan nima bor, xavotir bor. Biz asosan erkaklarimiz o'sha chorvachilikdan daromaddan qiladi. Oilamizni, bolalarimizni o'shandan boqadi. Hech qaysi anaqa kam o'qimishlilar 10% ham tashkil qilmaydi qishlog'imiz. Bolalarimizni o'qitishimiz uchun ham o'sha echki, qo'y, mol hammasini sotib repetitorga to'lashimiz kerak. Undan tashqari qishlog'imizda yetarli repetitorlar yo'q, shaharga borib qatnash kerak. Shaharga borib qatnash uchun ham har kuni u ham mablag'. Bizga yo avtobus, yo bir texnika qo'yib bermaydi. Bolalarimizning kelajagi ham barbod bo'lyapti shuning orqasidan. Hozir mana shu yerda belgilangan joyda anaqaniki ochib tashamasa, umuman biz xalq qiynaladi. Umuman aniq qilib ketadi. Qiyinchilik davri boshlangan hisob. Aka, bizni tog' tepasiga nimaga olib chiqdingiz? Tog' tepasiga olib chiqishimizdan maqsad mana ko'rib turibsizlar, mana bu
o'rmon xo'jaligi xodimlari 40 gektar bo'zni buzib arpa ekib o'tiribdi. Mana endi 80 gektar yer deb ular o'zlari ko'rsatilgan 80 gektar yong'oqzor deb mana 400 gektar yerni setka aylantirib o'tiribdi. Mana bu yerda 400 gektardan ziyod yerga mana qilib o'tirgan tirligi mana ishlari bulardi. Hech kim bilmaydi nima maqsadda buni bo'zni buzib o'tirgan. Yaylovni prezidentimiz aytib o'tiribdi, yaylovni yaratib ber, yaylov zonalari qilib ber deb turib deb aytib o'tiribdi, lekin bular yo'q. Lekin mavsumiy bular bodom ekishadi. Bodom bizda osmonga qaragan xalqmiz, lalimiz joyda yashaymiz, ob-havomiz yaxshi kelgan vaqtda o't o'lanlarimiz bo'ladi. Ob-havomiz yaxshi kelmagan vaqtida o't o'lanni o'zi bo'lmaydi. O'zimiz qo'shni rayonlardan yer sotib olamiz. Mana Do'stlik, Paxtakordan chorvamiz uchun shu yoqqa boramiz. Shu yoqqa suvlikar joylardan, fermerlardan yaylov sotib olib, 3 oy 4 oy shu yoqda yurib kelamizda. Lekin mana bu hozir bu qilinayotgan narsa xalq, misol uchun xalqning uyidan mol qochib chiqari bor, cho'ponda uxlab qolari bor, qo'y tushib ketadigan bo'lsa, bu qopqon vazifasini bajarib o'tiribdi bular. Ishtirab bosadi, millionlab oladi. Mana bu qilinayotgan tirligi mana shu. Hozir endi bu yerda endi bilmadim endi. Anida xo'ja ko'rsinga bitta quduqni kovladi, artizan kovlagan. Artizan bilan biz sug'oramiz deyapti. Bu artizanni suv yozning kuni bilasizlar, iqlim o'zgarib ketdi, suvimiz oqardan suvimiz ham kamayib ketyapti-da. Aholining chorvasi ichadigan suv mana bundan oshganimizda ariq kelgan, bu yerda suv postoyan oqib turadi. Hattoki aholimiz mana shu yerda shu qo'yni suvlash uchun ham hozir yo'l yo'q. Yo'l yo'q, ichadigan suv yo'q. Qishloq sharoitimizda mana endi buni endi so'rab surishtiradigan odamlar bormi? Buni bir tartibga oladigan, haqiqatan ham bu qonuniymi, noqonuniymi, hech kim bilmaydi. Oldiga borsang bular faqat shu yerda ishlaydigan xodimlar faqat bizga do'q popsa qiladi. Do'q popsa qilib keladi bular. Mana 5 yil bo'ldi mana shu holatda. To'lov qildiradi, to'lovdan tashqari jarimaga solib, qo'yimiz qochadi, tan olishimiz kerak bo'ladi, molimiz tushadi, uydan bo'shalib ketari bor, chiqib ketari bor. Mana shu endi hurmatli elparvar blogerlar, sizlardan mana shu narsalarga bir oydinlik, ochiqlik ko'rsatishlaringizni xalqqa, ommaga ko'rsatishlaringizni so'raymiz. Xalq yig'ilgandan keyin olib kelib ekib qo'ydi ko'chatlarni. Mana xalq yig'ilgandan keyin ko'chatda ekib qo'ydi mana. Shu prezidentimizdan yordam so'raymiz. Hurmatli prezidentimiz ham shu yordamimiz mana shu xalqimiz o'zining chorva yaylovlari yo'qolib borayotgani, yo'q qilib yorayotgani uchun hurmatli prezidentimizdan yordam so'raymiz. Xalqimiz nomidan, xalqimiz yig'ilib prezidentimizdan yordam so'ramoqchimiz mana shundan.